Gul go'zallik, nafosat ramzi. Uning chiroyi va o'zgacha ifori har qanday kishiga xushkayfiyat baxsh etishi tabiiy. Qolaversa, gullar nafaqat o'zining chiroyi, tarovati bilan ajralib turadi, balki uni yetishtirish serdaromad soha ham hisoblanadi. Oramizda gulchilikdan yuqori daromad olib kelayotgan vatandoshlarimiz ham talaygina. Hozirgi lavhamizda samarqandlik gulchi muallim haqida hikoya qilamiz. Darhaqiqat, keyingi yillarda barcha sohalar kabi gulchilik ham kun sayin taraqqiy etib bormoqda. O'zining mo'jazgina hovlisida anvoyi gullar yetishtirib, odamlarga ham go'zallik ulashayotgan, ham oilaviy daromad topayotgan tadbirkorlarimiz soni kun sayin ortib borayotgani quvonarlidir. Samarqand viloyatining chekka hududlaridan biri Kattaqo'rg'on tumani Yangiravot mahallasida istiqomat qiluvchi Tojinor Norova ham bugun gulchilikni asosiy daromad manbaiga aylantirganlardan biri. U uzoq yillar davomida ta'lim sohasida faoliyat yuritib, hozirda nafaqada bo'lishiga qaramay, hayotdagi orzusi bo'lgan gulchilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Avvalgi oddiy gullardan eka boshladim va ularni parvarish qildim. Keyinchalik barcha mamlakatlardagi gullarni o'stirishga qiziqdim va shu gullarni o'stirishni amalga oshirdim. Bugungi kunda 200-300 dan ortiq gul turlari bor. Masalan, Turkiyaning gullari bor. Ozarbayjonning gullari bor, Gollandiya gullari bor, Italiya, Hindiston gullari, Xitoy gullarini ham o'stira boshladim. Yoshligidan gullarga mehr qo'ygan Tojinor opa 10 yildan buyon 4 sotiq issiqxonada 200 turdan ortiq gullarni parvarishlab kelmoqda. Ular nafaqat bezak uchun, balki inson salomatligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi u. O'tgan yili gulchilikdan 120 million so'm daromad topgan Tojinor Norova joriy yilda 150 million so'mga yaqin foyda olishni rejalashtirgan. Aziz yurtdoshlar, siz Fakt 24 dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun tashakkur. Omon bo'ling.